Baribir men ishga kiraman botga. Suhbatga kelganlar ichkariga kirishinglar mumkin. Birinchi savolim sizga. 1950-yilda tug'ilgan odam hozirgi kunda necha yosh bo'ladi? Javob tayyor. 74 yosh. Yaxshi. Endi savol sizga. 1938-yilda tug'ilgan odam hozirgi kunda necha yosh bo'ladi? Erkak yo ayol? Bu savol nimaga? Aniqroq javob uchun. 1938-yilda tug'ilgan erkak hozirgi kunda necha yosh bo'ladi? Qaysi oyda? 1938-yilning 30-yanvarida tug'ilgan erkak hozirgi kunda necha yosh bo'ladi? Soat nechida? 10da. Kechki 10da. Qayerda? Qayerda bo'lsa ham. O'zbekistonlik erkak 86 yosh, 2 oy, 18 kun. Hozirgi vaqt bilan 14 soat u 2 daqiqa. Agar bugun chorshanba bo'lsa, demak yakshanba kun tug'ilgan. Ha. Ortiqcha savolga o'rin yo'q. Ishga olindingiz.